Hammaga assalomu alaykum. Mana yangi mesdaga ishlayapmiz. Xo'lasa, ancha orqamdagi polni betonni quydik. Bunaqasiga 420 metr edi uzunasiga. Yo'q, 400 emas, 220 metr edi. Bunaqasiga olib shu 500 metrga yaqin joy ishlayapmiz. Ish ketyapti. Bugun qarovatlar bayram ekan, lekin biz ishlayapmiz. Hamma joy ishlamayapti. Biz ishda. Nimalar apalavkalarni o'rtayapmiz. Mashinaga o'rtib. Polni dash ketgan edi. Yig'ishtirib, mana yerdan yana apalavka dash qilishimiz kerak. Mashinaga o'rtmasak, juda uzoq oxiri ketganiga qarab, mashina bilan yuklab ketyapmiz, tozalab. Yana 4-5 kishi ishlayapmiz. Bu shu ishxonamizda qurilish anaqasini boshqa mestasi bu yoq sklat bo'layotgan ekanda, xullas sklatga agrada tayyorlab chiqyapmiz, uni to'g'rilab, o'rab chiqyapmiz. Shu yerda o'ziga bir haftadan beri ishlayapmiz, 3-4 kishi. Mana ish jarayonlari. Qana bo'lyapti? Bo'ladi mana. Non bo'lsa issiq bo'lyapti bugun. Ishlarga o'tibmiz. To'g'risi, firma mashina bergan, shu mashina bilan o'zi ortmasak bularni. Bularda ko'p narsa bor. Hammasini chiqarib chiqdik mana. Sur bormi, boshqa bormi? Bas. Polni oyada kiyik nimani ko'rdik ertalab yana? Quyonmidi? Quyonlar. Indiki quyon. Yurgan ekan. Akalar, o'ylamanglar, ish oson deb. Kun issiq o'zi bitta anaqa. Ish bu yoq beton apalavka ochiq maydonda ishlaymiz. Ko'pchilik ko'rib, men ham boray, u yoq qilay, boraman, yorib yuboraman ishda. Til o'rganinglar undan ko'ra. Yaxshiroq ish qilmoqchimizda bir hunarni o'rganinglar. Prosta kelib mana yoqqa bo'ldi, qarvatda shumida, boshqami demasdan til o'rganish kerak. Bu anaqani o'rganish kerak, keyin bir kelish kerak. Til bilmay ko'pchilik kelyapti, ishga joylayapmiz. Hech narsadan xabari yo'q. Puliga qiziqib keladi, lekin ishni bilmaydi, boshqani bilmaydi. Yaxshi pul topa olmaydi. Keyin nima deb o'ylaydi? Yevropa shu ekan, ahvoli shu ekan. Yo'q. Til o'rganib yaxshi aniq qilib kelsa, yaxshi pul topsa bo'ladi. To'g'rimi, o'g'riga? To'ppa-to'g'ri. Ishga kirishdik. Hali hammaga omad. Keyin akalar, mana armatura apalavkani ko'ryapsizlar, apalavka. Bundan oldin videoga ham qo'ygan. Apalavkani biladigan, konkret yasab o'zi mustaqil qila oladigan masterlar kerak-da. Masterlar bo'lsa, yozib qoldiringlar kommentariyada. O'zbekistondan bo'lsa ham harakat qilamiz. Faqat apalavka armaturani master bo'lish kerak. Qilgan ishlardan keyin rasm videolarni tashlashlar yaxshi bo'ladi. Nomer qoldiraman. Tak, mana. Soat 7 bo'ldi ertalabki. 6 dan kelgandik bugun ishga. Sherik o'g'layapti. Men yo'ldan beton ustiga chiqarib qo'yganim bu yoqdagi narsalarni. Yo'lma-yo'l terib ketyapmiz. Pastlikka tushib qoldim. Yamaga kirib qoldim mana yamaga. O'tib ketaman endi. Haydaymi? Hop. O'rting. O'rtayapti. Shunaqa ish ketyapti. Yaxshi cho'kib ketgan o joylar. To'g'rilab bermasak bu yoqqa. Bo'ladimi? Qasana qaranglar. Shunaqa ish. Bugun ham lekin 40 gradusni ko'rsatgan issiq bo'ladi. Alloh kuch-quvvat bersin. Ishni qilamiz bugun nasib bo'lsa. Ishni qilib so'qqani qilish kerak.
Şu yoğun bir adam. Ha, bana işlerde ham boşlayan olduk. Ketyapti. Nima gapi? O gapi. Atroflarda olduk mana. Keng bepoyon dalalarda ishlayapmiz. Qayerdan tushgandik? Sal nariroqda. Mana Shu shu. tarafdan tushgandik. Mana shu. Bu yoqdan tushgandik. Yo'q, bu tarafdan tushgandik. Ha. Bu betdan tushgandik menimcha. Ha. Biraz sakrab yurganlar hali. Akalarimiz ishlayapti. 5-6 kishi ishlayapmiz mana shu yoqda. Ishlar ketyapti. İşte avcıda hammasi. Videoga like bosib qo'yinglar, joyinglar omon bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Mana ishni ko'rib turibsizlar. Birodarlarimiz. Hammaga rahmat, joyinglar sog' bo'lsin, omon bo'lsin.